Короче, enam aytardilar. Ko'ngli bo'sh qiz jalab bo'ladi, ko'ngli bo'sh yigit qambag'al bo'ladi deb yodlab olinglar. Sababli ko'nglimizni qattiq qilamizda oxirgi reelsimga like bosamiz. Oxirgi reelsda nimaga joylashtirdim? Men bu turdagi reelslar joylashtirmayman. Azizlarim bilasizlar, to'li o'rlab chiqaman, to'li kimnidir so'kib chiqaman. So'kinmayman-ku men. Astagfirullah. Directimga ko'pgina qizlar yozadi. Meni bo'yim baland, men bo'yimdan uyalaman. Jinnimisizlar? Bo'ydan вообще uyalish kerak emas. Balandmi, pastmi? Shu sababli bo'yi baland qizlarni поддержка qilib, shu reelsimni joylashtirdim. Misol uchun, meni bo'yim 1.82. Men kabluk kiyaman. Krossovka, botinkalar olsam ham mana shunaqa platformasi bo'ladi. Men bo'yimdan вообще uyalmayman. Nabarot, u bu ishkal bo'lganda, men shunday borasida nima bo'lyapti bu yerda? Qanaqa situatsiya bo'lyapti deb. O'smirlik vaqtimda menda ham shu kompleks bo'lgan. Men bo'yimdan juda uyalardim. Keyin shu modellik maktabiga borganimda, modellik bilan shug'ullanishni boshlaganimda, atrofimda faqat bo'yi baland qizlar, bolalar bo'lgandi. Men o'zimni uyimdek his qilganman. Shundan keyin men kompleksimdan qutulganman. Endi siz bu kompleksdan qutulishingiz uchun model bo'lishingiz shart emas. O'zlaringiz prosta menga park qilib qo'ying. Hammasini hal qilamiz.